Xayrli kech. Nimaga kelding? YouTube'da kanal ochibsan. Kino haqida ham ko'rsatuvlar bor ekan, lekin nimagadir obunachilaring kam. Bu masalada senga yordam berishim mumkin. Ajoyib g'oyam bor. Mayli, tezroq maqsadga o't. O'zi charchaganman. Senga ajoyib bir ssenariy olib keldim. Tanishib chiqsang. Seni fantaziyalaringni bilaman. Ahad qayimga yozadigan ssenariylaring menga kerak emas. Yo, unchalik emas. Yaxshilikcha yo'qol bu yerdan. O'qib ko'r, qiziqib qolasan. Yo'q, yo'qol. Mayli, o'qishni xohlamasang o'zim gapirib beraman. O'tirib ol. Boshing aylanib, yiqilib tushishing mumkin. Xullas, tasavvur qil. Motor suratga olish jarayoni, sevgi qissasi, romantika, kambag'al yigit va boy qiz. Yana o'sha ahmoqona mavzumi? Yo'q, bu senga ahmoqona hind filmlari emas. Bu hissiyotlarning o'zgacha tasvirlanishi. Bu yangicha romantik o'zbek kinosi. Hammaga salom, siz Sahifa kanalidasiz. Bugungi ko'rsatuvda biz o'zbek kinosida suratga olingan sevgi va romantika filmlari haqida gaplashamiz. Butun insoniyat tarixidagi afsonalar, romanlar, hikoyalar va ertaklarda ham sevgi mavzusi asosiy yo'nalish hisoblanadi. Misol uchun, Sharq adabiyotida Layli va Majnun, qurbonlik, sabr va vafodorlik timsoli bo'lsa, Farhod va Shirin fidoyilik, mehnat va sof sevgi haqidagi asar. Yevropa eposlarida Tristan va Izolda afsonasida dramatik sevgi va ritsarlik jasorati ulug'langan bo'lsa, Shekspir qalamiga mansub Romeo va Julietta asarida fojiali, lekin abadiy sevgi tasvirlangan. Ha, kinematografiyadagi asosiy mavzulardan biri ham bu sevgi. O'zbek film tarixida ham sevgi mavzusidagi filmlar juda ko'p suratga olingan. Bulardan Tohir va Zuhra, Maftuningman, Yor, O'tgan kunlar, Sevishganlar, Ko'zlarim yo'lingda filmlarida sevgi mavzusi o'z davriga mos ko'rinishda tasvirlangan. Mustaqillikka erishgandan keyin ham bu mavzu eskirmadi, lekin ijodkorlar saviyasiz sevgi haqidagi filmlarni shu darajada ko'p suratga olishdiki, o'zbek kino san'ati Bollywood hind filmlaridan hech farqi qolmadi. Yangi davr senzurasi kino sanoatini ancha cheklab qo'ygandi. Chuqur ijtimoiy muammolar aks etgan film yaratilsa, bu filmlar taqiqqa uchrab qolishi mumkin edi. Senzura chekloviga uchrashni istamagan ijodkorlarga faqat bitta sevgi mavzusi qolgandi. Bu mavzu ko'pchilik tomoshabinlar tomonidan ham yengil qabul qilinadi. Kino san'atiga endi ijodkorlardan tashqari xususiy tadbirkorlar va marketologlar ham kirib keldi. Ular kinoga asosan bir marta xarid qilinadigan mahsulotdek qarashdi. Demak, mahsulot chiroyli qadoqlangan va yaxshi reklama qilingan bo'lsa bo'ldi. Film g'oyasi tomoshabinni chuqur mulohaza qilishga undashi muhim emasdi. Xuddi shu mantiqqa asoslanib, birinchi tijorat jihatdan muvaffaqiyatli film yaratildi. Muhabbat sinovlari. 2003-yilda rejissyor Rustam Sa'diyev tomonidan suratga olingan ushbu film nima haqdaligini nomlanishidan ham bilsa bo'ladi. Yigit kambag'al, qiz boy, lekin ular bir-birlarini sevishadi. Qizning otasi yigitga qizini berishga norozi, lekin keyinroq yigitni omadi kelganini ko'rib, qizini berishga rozi bo'ladi. Xullas, bo'sh dialoglar, sizni erga tegadigan, meni uylanadigan vaqtim bo'pti, qiynalib ketdim-ku. Ikkalamiz mazza qilib yashaymiz. Shuning uchun tarang qilavermasdan to'yni tezlashtiring, jonim. sayoz yumor, Siz shirinsiz, men Farhod. Qatdan suv chiqarib bering, ayting. yig'i-sig'i, Gaplashishni xohlamayman sen bilan.
o'xshamagan salbiy obraz va umuman sayoz ssenariy. Lekin bu filmda o'sha yillardagi top qo'shiqchi artist bosh rolda Samandar Hamroqulov. Shunga o'xshash kino biznes loyihalari hozirgacha davom etib kelyapti. Bu sinovdan o'tgan sxema. Romantik atmosferadagi yengil film. Qo'shiqchi bosh qahramonga qiziquvchi muxlisa qizlar, qizlarga qiziquvchi va kinoteatrda birga o'tirish uchun pul to'lashga tayyor testosteroni qaynagan yigitlar. Faqat sevgining o'zi emas, sayoz yumorga qurilgan filmlar ham juda ommabop usulga aylandi. Romantik komediyani bunday ko'rinishining ilk namoyandasi qaysi film deb o'ylaysiz? Boyvachcha. Bu film 2007-yilda suratga olingan va keltirgan daromadi ortidan Jahongir Foziljonovni haqiqiy boyvachchaga aylantirgan. Filmning saviyasini bilib olish uchun birinchi daqiqalarning o'zi yetarli. Семечки куплю. Ой, олай. Если ты меня любишь, машины купишь. Ой, олай. Qale. Хорошо? Agar bu kamlik qilsa, Qo'shilaringga bit tushgan. Voy maymunday. O'rmonda yurishing kerak. Nima meni urmoqchimisan? Ertaga orqa paramni joyiga qo'yib qo'yasan, bildingmi? bundan keyingi romantik komediyalar ham xuddi shu obraz qolipida yaratildi. Xuddi shu davrda kelgindi kuyov, kelgindi kelin, kelgindi qaynona, kelganda kelin kabi romantik komediyalar suratga olina boshlandi. Ha, qaynona kelin mavzusi o'sha davrdan boshlangan. To'g'ri, bu filmlarning barchasi juda saviyasiz deb bo'lmaydi, chunki o'sha davrlarda suratga olingan Olis osmon, Panoh, Janob hech kim, Qalbim o'g'risi kabi tomosha qilsa bo'ladigan filmlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Hozirga chiqayotgan filmlar bilan taqqoslaganda, ushbu filmlarning saviyasi ancha balandroq. Albatta, haqiqiy shedevrga aylangan filmlar ham bor. Keling, ular bilan tanishib chiqamiz. Telba 2008-yilda rejissyor Ayub Shahobiddinov, ssenariy muallifi Yolqin To'chiyev tomonidan yaratilgan bu muhabbat haqidagi hikoya kambag'al yigit va boy oiladan chiqqan qiz o'rtasidagi sevgi haqida. Albatta, bu ssenariy g'oyasi juda ko'p filmlarda ishlatilgan, lekin Telba filmida bu g'oya juda ishonarli va ta'sirli qilib tomoshabinlarga taqdim qilingan. Telba filmini klassik Layli va Majnun hikoyasining zamonaviy talqini desak bo'ladi. Film muvaffaqiyatining asosiy omili bu albatta kuchli ssenariy va mahoratli aktyorlarning ijrosi. Filmda sevishganlar birga bo'lishni xohlashadi, ammo jamiyatdagi tabaqalanish ularga to'sqinlik qiladi. Filmni tomosha qilish jarayonida bosh qahramon Rustamning haqiqatdan ham telbami yoki bu uning shafqatsiz reallikdan qochish uchun o'zini telbadek tutishimi degan savol paydo bo'ladi. Bosh qahramon Rustam obrazi haqida nima deya olamiz? U o'ylaganlarini dangal gapiradigan, biroz qo'polroq, lekin yosh boladek beg'ubor va sodda. Lekin ba'zan uning o'zini tutishi va aytayotgan gaplari haqiqiy realist odamnikiga o'xshaydi. Manda проездной bor. Xohlasangiz deb turishim mumkin. Amanda mashina. Ha? Boy ekansiz de. Yaxshi. Nimani o'ylasam shuni gapiraman deng. Nima boylarni yomon ko'rasizmi? Boy qizlar bilan gaplash qiyin. Odam hadeb osmonga qaraversa, bo'yni orib qoladi, to'g'rimi? Siz ham shu osmondagi gapdi. Mayli, men bor xonim soting. Bunday doim yetishmovchilikda yashayotgan yigitning o'sha davr o'ziga to'q oilalarga mansub do'stlari borligiga hayron bo'lishimiz mumkin. Ammo bu dunyodagi barcha narsalar manfaat ustiga qurilganidek, do'stlari uni moliyaviy qo'llab-quvvatlashlari ortida ularning Rustamdan oladigan manfaatlari ham bor edi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bosh qahramonning xonasidagi rasmlar va gantelidan uning og'ir atletika bilan shug'ullanishi va jismoniy baquvvat ekanligini bilishimiz mumkin. Do'stlari Rustamning aynan shu kuchidan o'z muammolarini hal qilishda foydalanishadi. Quyidagi sahnadan bilishimiz mumkin, Rustam bunday razborkalarda ancha tajribasi borligi ko'rinib turibdi. Rustam vaziyatni o'rganadi. Qaysi biri? Ani o'rtadagisi baland bo'yli. O'shami? Ismi Botir. Shoshma. Men qara. Men o'zim. Sallaman shu turibdilar. Raqibini mazax qilib, reaksiyasini tekshirib ko'radi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Kechirasiz, qo'lidagi soat. Вообще o'tirmadi. O'tiriki. Tushunmadim. Yengil jismoniy bosim o'tkazib ko'radi. Avtoritet deng, avtoritet. Raqib hayajonlanyapti.
Rustam atrofdagilarning reaksiyasini o'rganyapti. Barchasini analiz qilib bo'lgach, maqsadga o'tadi. Ukangni bos, menga qara. Tegma aringga. Ukangni bosgin. Bunday g'alati telba ko'rinishdagi yigitni boy oiladan bo'lgan Robiya nima uchun sevib qoladi? Robiyani moddiy taraf bilan qiziqtirib bo'lmaydi. Boy oiladan bo'lsa ham, u ochiq ko'ngil, romantikaga berilgan, real hayot qiyinchiliklaridan uzoqda. Dastlab Robiyani Rustamga rahmi keladi. Keyin esa Rustam shaxs sifatida Robiyada qiziqish uyg'otadi. Rustamni yaqinroqdan tanigach, Robiya unda telbani emas, o'ziga ishongan yigit obrazini ko'rib yoqtirib qoladi. Sog'inmadingizmi? Lekin bu juftlik qanchalik romantik xayollarga berilmasin, ularning yaqinlari shafqatsiz reallikni eslatib turishadi. Robiyadagi qizlar sandakalarni sevmaydi. Sevolmaydi. Ular seni faqat kalaka qilishadi xolos. Xo'p, sevishding ham deylik, keyinchi sovchi qo'ysan sen ahmoq. Qiz ota-onasi bilasanmi nima deydi? Kimga tegasan? It boqargami? Tengi bilan. Filmdagi vizual atmosfera orqali Rustam va Robiya yashayotgan dunyolar qanchalik bir-biridan farq qilishi ishonarli tasvirlangan. Buni ularning yashayotgan uylari, jihozlari va oila a'zolarining tashqi ko'rinishlaridan e'tiborli tomoshabin payqab olishi mumkin. Rustam voqealar rivoji davomida bu reallikni tan oladi. Singlim opezi magazinda farrosh bo'lib ishlaydi. Oyim xonim pishiradi. Men o'sha xonimdan sotaman. Tirikchiligimiz shundan. Boshqa daromadimiz yo'q. Xullas yetishmovchiligimiz ko'p. Masalan, hozir uyda chiroyi, puli to'lanmagan. Yeb ichishi gapirmasa ham bo'ladi. Oldingizga ishlagani keldim. Mardikorlik qilgan. Rustam o'zi va Robiya o'rtasida ijtimoiy to'siq borligini tushunadi. Kinodagi romantik sahnalar olishda film ijodkorlari Titanic filmidan ilhom olishganligi sezilib turadi. Titanicda oddiy yigit Jack boy tabaqa vakili Rose'ni pastdagi palubadagi oddiy insonlar orasiga olib kelgan bo'lsa, Rustam doim shaxsiy avtomobilida yurgan Robiyani jamoat transportidagi odamlar hayoti bilan tanishtiradi. Telba filmidagi eng romantik kadrlar ham Titanic filmidan ilhomlanganligini ko'rishimiz mumkin. Biz bu film tahlilida syujetni iloji boricha to'liq aytmaslikka harakat qildik, chunki yoshlar orasida bu filmni ko'rmagan tomoshabinlar bo'lishi mumkin. Xuddi shu ijodkorlarning kechikkan hayot melodramasi ham o'ziga xos estetik ma'noga ega. Film yaratishdagi eng muhim narsa bu ssenariy. Eng yaxshi ssenariy esa klassik asarlardan olinadi. O'zbek kinosining so'nggi yillarda yaratilgan romantik drama janridagi eng shedevr film qaysi deb o'ylaysiz? Sarvqomat, Dilbarim. Bu film 2018-yilda rejissyor Sarvar Karimov tomonidan buyuk adib Chingiz Aytmatov asari asosida suratga olingan. Filmda inson hayotida sevgidan boshqa vafodorlik, mas'uliyat hissi, mardlik kabi insoniy tuyg'ular ham katta ahamiyati borligi ko'rsatilgan. Bundan tashqari, juda kuchli dramatik sevgi uchburchagi tasvirlangan. Birinchi sevgi uchburchagi. Ilyos. Film boshida u romantik qahramon sifatida ko'rsatiladi. Shofyor bo'lib ishlayotgan yigit dispetcher Hadicha bilan ishqiy munosabati borligiga qaramay, boshqa yangi munosabatlarga ham ochiq. Ilyos tasodifiy uchratib qolgan qiz Asalni haqiqiy sevgisi deb o'ylaydi va uni to'yini buzib, uyidan olib qochib ketadi. Asal, yuraqa, boshimiz oqqan tomonga ketaylik. Seni sevaman, Asal. Lekin oilaviy hayotdagi birinchi qiyinchiliklar va ishxonadagi muammolar uning aslida qanday irodasiz va mas'uliyatsizligini ko'rsatib beradi. Dedim senga. Ishlamayman bu yerda. Qayoqqa ketasan? Ayt, qayoqqa borasan? Xotiningni, bolangni o'yla. Endi sen yolg'iz emassan. Mana bu yeringda olaqurjuning bor. Tushundingmi?
Muammolarni hal qilish o'rniga u ichkilik va ko'ngilxushlik bilan o'zini chalg'itadi. Ilyos o'z xotinidan tez zerikadi. Uylangan bo'lishiga qaramay, u eski ma'shuqasi bilan aloqasini tiklaydi. Bu ikki munosabat ichida bittasini tanlashga uning jasorati ham yetmaydi. Hadicha. Turmushdan ajragan Hadicha dispetcher bo'lib ishlaydi. Doim e'tibor markazida bo'lishni yaxshi ko'radi. Ishxonasidagi eng kelishgan yigit Ilyosga ko'ngil qo'ygan. Ilyos boshqasiga uylangandan keyin ham Hadicha uni o'ziga qaytarish uchun har xil manipulyatsiyalardan foydalanadi. Muammolar ortidan tushkun kayfiyatda yurgan irodasiz Ilyosga yordam qo'lini cho'zgandek bo'lib, uni o'ziga qaytaradi. Endi sensiz yashamayman. Sen menikisan. Boshqa hech narsani bilishni istamayman. Keyin esa Ilyosni butunlay o'ziniki qilish uchun munosabatlarini uning xotiniga oshkor qiladi. Unga nima deding? Nima deding? Kecha bu yerga asal kelganda, u menga qarab turdi, keyin shurasmi deb so'radi. Ha, buni hammasi rost. Bari rost dedi. Meni kechir Ilyos. Asal. Sodda qishloq qizi Asal Ilyosda orzusidagi yigitni ko'radi. Rahmat. Unga turmushga chiqish uchun hatto uydan qochib ketadi. Turmushga chiqqandan so'ng farzand ko'radi. U Ilyosning quruq va'dalariga ishonib yashaydi. Lekin erining xiyonati haqida bilishi unga qattiq ruhiy zarba bo'ldi. Nohaqlikka chiday olmay, bolasini olib noma'lum tomonga ketib qoladi. O'z ayoli va o'g'lini oxirigacha qidirmay, ularning taqdirini o'ylamagan Ilyos Hadicha bilan qoladi. Asal esa g'oyib bo'ladi. Ikkinchi sevgi uchburchagi. Filmda voqealar rivoji 3 yildan so'ng davom etadi. Ilyos bilan Hadicha Toshkentda yashashadi. Lekin baxtli oilaga aylanishmagan. Ularda bir-biriga nisbatan ishtiyoq yo'qolgan. Hadichaning sovuq munosabatidan zerikkan Ilyos ajrashishni taklif qiladi. Bizni birga yashashimizdan endi ma'ni yo'q. Men ketishim kerak. Meni kechir, Hadicha. Baxtli bo'l. Ilyos bilan 3 yil yashab ko'rib, uni naqadar irodasiz, ishonchsiz erkakligini tushunib yetgan Hadicha bu safar uni ketishiga qarshilik qilmaydi. Chunki Hadichadek ayolga kuchli erkak kerak edi. Ilyos yolg'iz qolgandan so'ng Asal va o'g'li Samadni qidirib ko'radi. Eski do'stining oldiga borib, yana shofyorlikka ishga kiradi. Yuk mashinasida avariyaga uchrab, jarohat olganida yaqin atrofda yashovchi bir erkak unga yordam berish uchun uyiga olib keladi. Bu uyda u avvalgi xotini Asal va o'g'li Samadni uchratadi. Asal qanday qilib bu yerga kelib qolgan? Ushbu ikkinchi sevgi uchburchagidagi erkak Boytemir kim edi? Boytemir baxtsiz hodisa tufayli avvalgi oilasidan ayrilgan bu insonning hayotida ma'no yo'qolgandi. Tasodifiy boradigan joyi yo'q, yosh bolali ayolni uchratib qolishi uning hayotiga yangi ma'no olib keldi. Boradigan joy. Singlim, yomon xayolga bormang. Bolani menga bering. Nega? Yo'dim endi. Kunni o'tkazib ketaverasiz. Bugun menikida qolasiz. Xo'p, Ilojim yo'q. ha yuravering, bu jalada qayerga borasiz? Qo'rqmang, yomon niyatim yo'q. Yuring. Men Boytemirman. Shu atrofda yashayman. Asal Boytemirda Ilyosda ko'rmagan haqiqiy erkakka xos xislatlarni ko'radi. Sen bilan Samad uyimga kirib kelganingizdan keyin yana hayotga qiziqishim qaytdi. Lekin ketishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'r. Boytemir o'zining mardligi, sofdilligi va mehribonligi bilan uning ishonchini qozonadi. Lekin Asalning hayotida Ilyosning yana paydo bo'lishi uni qiyin tanlov o'rtasida qoldiradi. E'tibor bering, Ilyos yana o'sha eski manipulyatsiya usulini ishlatadi. Nima deysan? Meni kechir. Iltimos uyimda ket. Yo'q. Ketmayman. Nega? Chunki sevaman seni. Seni hali ham sevaman, Asal. Asal. Gapimni eshitgin. Meni hali ham sevasan-ku. Meni hali ham sevasan ayt. Asal. O'tiraman sendan.
Men bilan ket. O'g'limizni ham olib ketaylik. Xuddi o'shandagidek. Endi hech qachon ayrilmaymiz. Va'da ber. Yo'q. Lekin iltimos sendan menga imkon ber. Xudo haqqi. Xudo haqqi. Umrim oxirigacha seni boshimda ko'tarib yuraman. Ilyos obrazi abuzer, manipulyator, narsist erkakni ko'rsatib bergan. Eng yomoni, Ilyos sobiq xotini endi boshqa erkakning nikohida ekanligini bilib turib, uni olib ketmoqchi bo'layotgan jirkanch shaxs. Ilyos obrazida yaqinlarini yonidaligida qadrlamaydigan, faqat birovlarning hissiyotlaridan foydalanadigan, quruq va'dalardan boshqa narsa bera olmaydigan, qadriyatsiz odamni ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, Asalchi bunday azoblarga loyiq ayolmidi? Filmning boshidan boshlab Asal sodda va go'l bo'lganligi uchun birin-ketin noto'g'ri qadamlar bosadi. Uning begona erkak yonida to'xtab suhbat boshlashi, Boshimda turmay, ketavering momo. Men kampir emasman. Qiz bo'laman. uni mashinasiga o'tirishga rozi bo'lgani, Yaxshi qiz, o'tiring. Aylantirib kelaman. O'tiring. Olib borib qo'yaman. Qani? Marhamat. yaxshi tanimagan yigitga ko'ngil qo'ygani, unashtirilayotgan bo'lsa ham Ilyos bilan uchrashishni o'zi xohlashi, yaqinda tanishgan odami uchun ota uyidan qochib ketishi. Erga tegyapman axir. Sevmagan odaming bilan bir umr yashamoqchimisan? Yura qol. Tanlagan umr yo'ldoshi unga xiyonat qilgandan keyin qo'lida yosh bolasi bilan oqibatini o'ylamay noma'lum tarafga ketishi. Bu hayot yo'lida unga Boytemirdek yaxshi odam uchragani uning yagona omadi. Lekin shuncha azoblar boshiga tushganiga qaramay, Asal baribir hali ham Ilyosni sevadi. Men ham seni sevaman, Ilyos. Ha, sevaman seni. Shuncha yil ichida biron kun sen hayolimdan ketganing yo'q. Chingiz Aytmatov o'z asarida voqealar rivoji orqali bu kichik detallarni anglashga imkoniyat bergan. Rejissyor Sarvar Karimov esa bu hikoyani hozirgi zamonga juda ishonarli tarzda moslashtirib ekranda jonlantirgan. Xulosa qilib aytganda, bir qarashda oddiy bo'lib ko'ringan sevgi mavzusidan juda kuchli dramatik film yaratish mumkin. Biz ko'rib chiqqan misollar bunga isbot bo'la oladi. Siz uchun eng yaxshi romantik mavzudagi o'zbek kinosi qaysi? Izohlarda qoldiring. Izohlardagi ilovaga kirib, siz kanal ijodini qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Har doimgidek mantiqiy va tanqidiy fikrlashdan to'xtamang. Ko'rishguncha.